Birinchi qavatda joylashgan kvartira, mana tashqari taraflarini ko'ring. Steshka qilib joy qilib qo'yishgan, podvali ham mavjud. Bu yer shunda kirishingizga verandani oshxonaga ko'chirilgan. Manzili esa Kyiv universiteti yaqinida joylashgan 5 qavatli yangi planirovka uylarning birinchi qavatida bo'lyapti. 2 xonali 3 xonaga o'zgartirilgan kvartira. Bu verandadan eshik ochishgan ko'rdilarning tashqarisini, podvali ham mavjud, isitmalari mavjud, romlari, akfa romlarida oyoq taglari to'liq taxtapol qilingan. Bu yer oshxonaning o'rni. Xona sifatida foydalanasiz bo'ladi. Qarang, kattagina. Bu yerda umumiy sanuzel ko'ring, holatlari yaxshi holatda. Bu tomoni tashqaridan kirish qismi, koridor, bu tomonni to'sib kiyim ilishga joyi yoki garderob qilib qo'ysangiz bo'ladi va narigi tomonda yotoqxona qismlari, yotoqxona mebellari qoldiriladi, konditsionerlargacha o'rnatilgan holatlarni ko'rib tursa juda ham yaxshi holatda, radiatorlar barcha xonalarga o'rnatilgan. Bu yer zal qismi, ko'ring, chiroyli holatda, televizor ilishga joylargacha qilingan. Aytganimizda oyoq taglari to'liq taxtapol. Tashqarida bu tomonida steshka qilib mashina qo'yishga joy ham qilib qo'yishgan. Qarang, ikki taraflama juda ham qulay bo'lgan kvartira. Birinchi qavatda joylashgan yangi planirovka. Uyda oshxona jihozlari, konditsioner, yotoqxona mebellari, gilam pardalari qoldirilyapti. Isitish mavjud. Narxi esa egalar tomonidan $32,000 ga baholanyapti. Albatta, kami bor qiziqqanlar quyidagi raqamlarga aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Juda ham yaxshi holatda yashash uchun zo'r qilib qo'yishibdi. Tavsiya qilib qolamiz. Bizga obuna bo'lib qo'ysangiz, bundan ham yaxshi uylarni ulashishda davom etamiz.